Bugun sizlar bilan 122-temani avvalisini ko'rib o'tamiz. Birinchi misolimiz. Piramidaning asosiy tomonlari 10 va 2 ilzos tomon bo'lgan to'g'ri to'rtburchakdan iborat. Demak, asosimiz to'g'ri to'rtburchak ekan. Biri 2 ilzos tomon. Qirralar esa har bir qirrasi ilzosida 179 ekan. Uning hajmini so'rab qo'ydi. Hajmini topish uchun 1/3 ko'paygan s asos ko'paygan h. Bizga hajm topish uchun balandlik noma'lum bo'lib turibdi. Balandlik topish uchun 2 dona diagonalni o'tkatsam, kvadratning to'g'ri to'rtburchakning deyishim. Shu kesishgan nuqtaga balandlik tushadi bilamiz. Shu h deb qo'ysak shuni. Beri 2 ilzos tomon bo'lsa, beri 10 bo'lsa, shu diagonal nechaga teng bo'ladi bu yerda? Diagonalimiz demak bu diagonalimizni d desak, d teng ilzosida 2 ilzos tomonning kvadrati 40 bo'ladi plus 10 ning kvadrati 100. Demak diagonalimiz ilzosida 140 ekan. Buning ham yarmi ilzosida 140 taqsim 2 bo'ladi. Bu qirramiz bu yerda ilzosida 179 edi. H ni topish uchun ilzosida 179 ning kvadratidan ayiramiz. Shu ilzosida 140 taqsim 2 ni 140 taqsim 4 bo'ladi. Teng shu h kvadrat. Keyin bu ikkisini qisqartirsak 70 taqsim 2 bilan 35 bo'ladi ekan. Bundan 35 ni ayiradigan bo'lsam 144 bo'ladi ekan h kvadrat. H deganimiz shundan 12 chiqadi. Demak, bu teng 1/3. S asos deganimiz 10 ni 2 ilzos tomonga ko'paytirganimiz. Ya'ni to'g'ri to'rtburchakning yuzasi. Ko'paygan h deganimiz 12. 3 bilan 12 qisqarib bu yerda 4 qoladi. 2 ni 10 ga ko'paysa 20. Bu 20 bilan 4imiz 80. Ilzosida 10 degan javob chiqadi ekan. Ikkinchi misolimiz. Asosining yuzi 52 ga teng bo'lgan muntazam to'rtburchakli piramidaning afofemasi 7 ga teng. Demak, muntazam to'rtburchak bo'lgandan keyin u ilzosida 52 dan bo'ladi. Sababi yuzasi topganda 52 chiqadi. Afofemasi afofema degani yon tomonni balandligi shu 7 ga teng ekan. Piramidaning hajmini toping. Demak, buning uchun balandlik tushirib olamiz. Balandlik bilamiz, bu diagonallar kesishgan nuqtaga tushadi. Shu diagonallar kesishgan nuqtadan shu afofema tushgan nuqtagacha bo'lgan masofa bu ilzosida 52 taqsim 2 bo'ladi. Tomonni yarmiga teng. Shuni h deb tursam, shundan Pifagor ishlatamiz. 49 teng, ya'ni afofemaning kvadrati teng h kvadrat plus 52 taqsim 4 bo'ladi. Bu tomonning kvadrati. 49 teng h kvadrat plus 13 bo'ladi. H kvadrat deganimiz 36 chiqadi ekan. H deganimiz 6. Demak, hajm topish uchun 1/3. S asos deganimiz 52. Berib qo'ydi asosining yuzini. H deganimiz hozir topdik 6. 3 bilan 6 qisqarsa bu yerda 2. Javobimiz 104 chiqadi ekan. Demak, piramidaning hajmi 104 ga teng ekan. Uchinchisi, hajmi 360 ga, balandligi 6 ga teng bo'lgan muntazam to'rtburchakli piramidaning afofemasini toping. Hozirgi misolimizda ters ikkisini so'rab qo'ydi. Muntazam to'rtburchakli tomonlari A dan bo'lgan piramida bor ekan. Endi bizlardan afofema so'ragan. Masalan, shu yonboshning balandligi. Shuni fi harf bilan belgilasam, shuni so'rab qo'ydi. Demak, balandlik tushiradigan bo'lsak, beri 6 bo'lsa, berimiz bizda taqsim 2 bo'ladi. Hajm teng 1/3. S asos degan a kvadrat ko'paygan h deganimiz 6. Shu v nonini ham 360 qo'yamiz.
1 taqsim 3 ko'paygan a kvadrat ko'paygan 6. Bu bilan bu qisqarsa bu yerda 2 a kvadrat deymiz. Bu bilan bu qisqarsa bu yerda 180 qoladi. 180 ekan. A kvadratimiz 180 bu turib tursin. Endi shu uchburchakdan, ya'ni qora uchburchakdan Pifagor ishlatsam, fi kvadrat teng, ya'ni afofimani kvadrat teng 36 plus a kvadrat taqsim 4 bo'ladi. Bu balandlikning kvadrati 36 bo'ldi. Bu a taqsim 2 ning kvadrati a kvadrat taqsim 4. Shu yerdan fi kvadrat teng 36 plus a kvadratdan o'rnina 180 ni qo'ysam, bu yerda 45 qoladi. Fi kvadrat teng 81. Fi deganimiz shu yerdan 9. Ya'ni afofimamiz 9 ga teng. 4-chi, balandligi 12 ga teng bo'lgan tetrayderning hajmini toping. Tetrayder degani bu 4 tane muntazam uchburchakni birlashtirib qo'ygani. Ya'ni piramida bo'ladi, hamma yeri a dan bo'ladi. Shuni balandligi berilibdi bizga 12. Shu 12 bo'lsin. Endi bunga balandlik nerga tushadi? Bu tomonlari, qirralari va burchaklari bir xil bo'lgani uchun ham farq yo'q. Men tashqisini tushirsam ham bo'ladi. Tashqi chizig'ini aylanib markazini tushadigan bo'lsa, shu katta radius topamiz. Radius deganimiz a taqsim 3 bo'ladi. Demak, bu yerni h degan bo'lsam, shundan Pifagor qo'llasak, ya'ni a kvadrat teng h kvadrat plus r kvadrat. R ni o'rnina a taqsim 3 ni qo'ysam, a kvadrat teng h kvadrat plus a kvadrat taqsim 3. Buni bu yoqqa o'tkazsam 2a kvadrat taqsim 3 teng h kvadrat. 2a kvadrat taqsim 3 teng 12 ning kvadrati. Demak, 12 ning kvadratini 12 ko'paygan 12 desak, bu 2 bilan 12 qisqarib bu yerda 6 qoladi. A kvadrat deganimiz 3 ko'paygan 6 ko'paygan, buni 6 ko'paygan 2 desam 6 ildiz ostida 6 degan javob qoladi ekan. Bizdan hajm so'raladi. V teng 1 taqsim 3 s asos h. S asos ko'paygan h deganimiz 12 berilgan. V teng 1 taqsim 3. Bilamiz, asosimiz muntazam uchburchak. Ularning yuzasi ildiz ostida 3 taqsim 4 a kvadrat. A kvadrat deganimiz 3 ning kvadrati. 36 ko'paygan 6 ko'paygan h deganimiz esa 12. 4 3 12 bo'ladidan bu bilan qisqarib 216 ildiz ostida 3 degan javob chiqadi ekan. 5-chi misolimiz. Barcha qirralari o'zaro perpendikulyar bo'lgan uchburchakli piramidaning qirralari 7 24 1 ga teng. Shu piramidaning hajmini toping. Uchburchakli piramida, lekin uni qirralari 90 gradus bilan o'zaro 90 gradus ekan, o'zaro. Ya'ni bu ikkisining orasidagi 90 gradus, bu ikkisi orasidagi 90 gradus va orqasidagi ham 90 gradus. Bu 7 24 1 ekan. Shuni hajmini topishimiz kerak ekan. Shu piramidani men shu uchidan tutib, yo'shoqqa tarsam, pastga qarab, shu yiqiladi. Ya'ni bu yerda bunday shakl hosil bo'ladi. Bu yerda 90 gradus, bu yerda 7, bu yerda 24. Bu 1 esa buni balandligi bo'ladi endi. Shunday piramida hosil bo'ladi. Asos qaysi buni desa, shu asos bo'lib qoladi endi. Balandlik nima bo'ladi desa, bu 1 ga teng, ya'ni 3-qirra bo'ladi. 2 qirra pastdagi asosga ishlatiladi, 1 qirra balandlik vazifasini bajaradi. Hajm topish uchun 1 taqsim 3 va teng 1 taqsim 3. S asos deganimiz 7 24 bo'lgan uchburchak, to'g'ri burchakli. 1 taqsim 2 a bu 7 ko'paygan 24 ko'paygan h deganimiz 1. 3 6 24 bilan qisqarsa bu yerda 4 qoladi. Javobimiz hajm 28 bo'ladi. 6-chi, uchburchakli va to'g'ri to'g'ri prizmalarning barcha qirralari
24 ga teng. 4 burchakli prizmaning hajmi 3 burchakli prizmaning hajmidan necha marta katta? 3 burchakli prizmaning bilan, ya 3 burchakli prizma barcha qirralari 12, bu tetraeder deb qo'ydi. Ya'ni bu tetraeder degan aytmay qo'ydi. Tetraeder bilan to'g'ri 4 burchakli. Ya'ni endi bu yerda barcha qirralar teng degan uchun bu kub bo'lib qoladi bu. Barcha qirralari 24 dan. Demak, shu tetraederda kattaroq chizsam, birinchi kubning hajmi necha bo'ladi? Ya'ni 24 bo'lsa, bu teng a kub degan formula bor, ya'ni a kub bo'lib turibdi. Ya'ni 24 deb olamiz-da. Demak, bu deganimiz 24 ning kubi bo'ladi. Endi tetraederning hajmini topsam, qirralari 24 dan. Uni balandligini topish uchun balandlik tushirish kerak. Tushirdik ya. Bu balandlik asosindagi tashqi sig'im yoki ichki sig'im aylana markazidan tushadi. Sababi muntazam bo'lgani uchun farqi yo'q. Tashqisini olsam, shu kattaroq bo'ladi, bu yer h bo'ladi. Shundan Pifagor qo'llaymiz. H kvadratga r kvadrat qo'shsak 24 ning kvadrati keladi. R deganimiz bu a taqsim ilzosi 3 edi. Ya'ni a deganimiz 24 ku zaten. R teng, shunda 24 taqsim ilzosi 3 bo'ladi. H kvadrat plus 24 ning kvadrati taqsim 3 teng 24 ning kvadrati. H kvadrat teng 2 ko'paygan 24 ning kvadrati taqsim 3 bo'ladi. Endi sho'dan bu tetraederning hajmini topish uchun 1 taqsim 3 s asos deganimiz ilzosida 3 taqsim 4 ko'paygan a kvadrat. Ya'ni bu tetraederning hajmi 1 taqsim 3 s asos deganimiz shu muntazam 3 burchak. Ya'ni ilzosida 3 taqsim 4 a kvadrat. 24 ning kvadrati ko'paygan h deganimiz esa shuni ildizdan chiqaramiz. H teng ilzosida 2 taqsim 3 ko'paygan 24 chiqadi. Ilzosida 2 taqsim 3 ko'paygan 24. Demak, ilzos uchlar qisqaradi ekan bu yerda. Keyin bu yerda 4 3 12, 12 bilan 24 qisqarsa bu yerda 2 qoladi bu yerda. Demak, kubning hajmi 24 ning kubi. Shuni bo'lamiz ekan. Tetraederning hajmi esa 24 ning kvadrati ko'paygan 2 ko'paygan ilzosida 2 bo'lib turibdi. 24 lar qisqarsa, balandda 24 qoladi birdan, 2 ilzosida 2. 12 ilzosida 2 taqsim 2. Ulan bo'ladi 6 ilzosida 2 marta katta ekan tetraederning hajmidan. 3 burchakli piramida asosining tomonlari 6 6 8 ga teng. Uning barcha yon qirralari asos tekisligi bilan barcha apofimalari o'zaro bir xil burchak tashkil etadi deb turibdi. Ya'ni markazi, ya'ni balandlik nega tushishini aytib turibdi-da bu yerda. Balandligimiz asosga ichki sig'im aylana markazidan tushadi. Sababi apofimalari bir xil burchak tashkil etsa shunday edi. Shuni kichira deb olsam, demak asosga ichki sig'im aylananing radiusi, ya'ni markazidan tushadi. Shuni kichik radius bo'lsa, bu yer apofema phi. Shu 60 gradus tashkil etgan. Shunda menda 3 burchak hosil bo'ldi. Bu kichik radius, bu apofema, bu 60 gradus, bu yer h. Asosining tomonlar 6 6 8. Men sho'dan 3 burchakka ichki sig'im aylana radiusini topishim uchun 2s taqsim perimetrdan foydalanaman. 2 ko'paygan s deganimiz bu 3 burchak yuzasi, ya'ni 6 6 8 ning. Shunday bir balandlik tushirib bersam 3 burchak uchun bu yer 4 4 etib bo'ladi. Shu balandlik necha bo'ladi? Ya'ni 36 dan 16 ni ayrsam bu yer ilzosida 20 bo'ladi. Demak, s deganimiz 1 taqsim 2, a deganimiz 8, h deganimiz ilzosida 20 taqsim
Perimetre degani bu 6 6 8 20. Bular qisqaradi. Radius deganimiz 4 ga bo'ladigan bo'lsak, iz ostida 20 taqsim 5 bo'ladi. Bu yerda 2 san bor ekan. Radius shunday chiqdi. Bizlarda balandlik kerak endi bizga. Shu uch burchak uchun men tangingiz 60 qo'llasam, tangingiz 60 gradus nolga teng bo'ladi. H ni R ga nisbat. Demak, H deganimiz shu yerdan kelib chiqadi. R ko'paygan ildiz osti 3. Tangingiz 60 da ildiz osti 3. 2 ko'paygan ildiz ostida 20 taqsim 5 ko'paygan ildiz osti 3. Bu bizlarda balandlikka teng. Endi yuzasini topish uchun 1 taqsim 3 es asos deganimiz hozir topdik. 3 burchakning yuzasi 1 taqsim 2 ko'paygan H deganimiz esa 2 ildiz ostida 20 taqsim 5 ko'paygan ildiz osti 3 bo'ladi ekan. Ikkilar qisqaradi. Demak, bu ikkisi ildiz osti 20 ni beradi. 20 ni beradi ikkisi, keyin 20 bo'lib 5 bilan qisqarib 4 qoladi balandda. Demak, 32 ildiz ostida 3 taqsim 3 degan javob qoladi ekan. Hajmimiz shunday chiqadi. 8-misolimiz. 3 burchakli piramidaning ikki qirrasi 6 va 4 ga. Ular orasidagi burchak 60 gradus. Agar 3-chi qirrasi 8 ga teng bo'lib, qolgan ikkisiga perpendikulyar bo'lsa, shu piramidaning hajmini toping. Shu ikkisi 60 gradus tashkil etadi. Keyin 3-chi esa shu ikkisini 90 gradus tashkil etadi ekan. Ya'ni bu misolimiz yana bir misolimiz o'xshab turibdi. Ya'ni shunga o'xshab turibdi. Hozir yiqqanimizda shu 90 gradus tashkil etuvchi shu qora tomonimiz balandlik olib beradi biz uchun. Shuni bu yoqqa qarab tortsak, asosimiz bunday bo'ladi. Shu 60 gradus, bu yer 6 va 4 deb turibdi. Endi bir tomonimiz esa shu ikkisini 90 gradus turganda. Ya'ni balandlik vazifasini bajaradi degan. Bu qirrasi 8 ga teng ekan. Demak, buni hajmini topish uchun 1 taqsim 3 es asos H. 1 taqsim 3 es asos deganimiz 3 burchak. 1 taqsim 2 a deganimiz 4, b deganimiz 6 sinus alfa 60 da ildiz osti 3 taqsim 2 ko'paygan H deganimiz 8. 6 qisqaradi. Bular qisqarsa 16 ildiz osti 3 degan javob chiqadi ekan hajmi.